Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzu haqida gapirmoqchiman. Bu shunchaki bir video emas, bu sizning oilangiz, eng yaqin insonlaringiz, ota-onangiz, bobo-buvlaringiz xavfsizligi va moliyaviy osoyishtaligi uchun signaldir. Siz hozir ushbu videoni ko'rayotganingizda men sizdan bir narsani iltimos qilaman. Oxirigacha ko'ring va darhol uni o'zingizning qariyalar oila a'zolaringizga yuboring. Sababi bugungi kunda ular son sanoqsiz xavflarga duch kelishmoqda. Va bu xavflar avvalgidek ko'cha-ko'yda emas, balki ularning qo'lidagi telefonida, uyidagi kompyuterida yashiringan. Ushbu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing. Shunda bu xabar imkon qadar ko'proq odamlarga yetib boradi. Zero ogohlantirilgan, qurollangan demakdir. Muammoning mohiyati shundaki, ilgari firibgarlik sxemalari asosan jismoniy kontaktga asoslangan edi. Firibgarlar eshik qoqib, o'zlarini turli xizmatlar xodimlari, ijtimoiy himoya tashkilotlari vakillari yoki uzoq qarindoshlar qilib ko'rsatishar edi. Ular odatda keksa odamlarning ishonuvchanligidan, ularning yolg'izligidan va o'z huquqlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasliklaridan foydalanishar edi. Misol uchun, ko'mir sotuvchisi qiyofasidagi firibgar arzon narxda ko'mir taklif qilib, avans pulini olgach, g'oyib bo'lishi mumkin edi. Yoki o'zini kommunal xizmat xodimi qilib tanishtirgan shaxs uyga kirib, go'yo tekshiruv bahonasida qimmatbaho buyumlarni o'g'irlashi mumkin edi. Bu kabi holatlar tez-tez uchrab turar edi va keksa avlod vakillari bu kabi firibgarliklarga qarshi o'ziga xos himoya mexanizmlariga ega edilar. Chunki ular to'g'ridan-to'g'ri muloqotda shubhali shaxslarni aniqlashga o'rgangan edilar. Ular notanish odamlarga eshik ochmaslikni, bema'ni takliflarga ishonmaslikni, uzoq qarindoshlar nomidan kelgan pul so'rovlarini tekshirishni bilishar edi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan firibgarlik ham modernizatsiya qilindi. Endilikda firibgarlar eshingizni taqillatib kelishmaydi. Ular sizning ota-onangiz yoki bobo-buvingizning smartfonlarida, kompyuterlarda, ijtimoiy tarmoqlarda va elektron pochta qutilarida yashashadi. Ular raqamli texnologiyalar orqali yoshi qariga hujum qilishadi. Lekin ayniqsa raqamli savodxonligi pastroq bo'lgan keksa avlod vakillari ularning asosiy nishoni hisoblanadi. Chunki ular yangi texnologiyalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Internetdagi ma'lumotlarning ishonchliligi yoki yolg'onligini ajratishda qiynalishadi va ko'pincha avvalgi avlodlarga xos bo'lgan soddalik, ishonuvchanlik tufayli firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishadi. Firibgarlar bu zaifliklardan ustalik bilan foydalanib, yangi usullar bilan katta moliyaviy yetkazishmoqda. Ba'zan esa hatto psixologik travmalarga ham sabab bo'lishmoqda. Bugun biz aynan shu raqamli xavflar haqida batafsil gaplashamiz. Birinchi asosiy qism. Nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Avvalo shuni bilishingiz kerakki, bugungi kunda firibgarlik sxemalari nihoyatda murakkablashgan va shunchalik professional tarzda tuzilganki, hatto tajribali internet foydalanuvchisi ham ba'zan adashib qolishi mumkin. Ular nafaqat pulni o'g'irlashga, balki shaxsiy ma'lumotlarni, pasport seriyasi, bank hisob raqamlari, PIN kodlar, elektron pochta parollari qo'lga kiritishga ham qaratilgan bo'ladi. Bu ma'lumotlar keyinchalik sizning nomingizdan kredit olish, onlayn xaridlar qilish yoki boshqa firibgar harakatlarda ishlatilishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Aslida har birimiz, lekin ayniqsa quyidagi toifadagi insonlarning yaqinlari, farzandlari, nabiralari xavotirlanishlari va ularni ogohlantirishlari shart. 1. Smartfonlar. Smartfonlar, kompyuterlar yoki internetdan faol foydalanadigan keksa yoshdagilar. Bu nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradiganlar, balki messenjerlar orqali xabar almashadiganlar, video qo'ng'iroqlar qiladiganlar, yangiliklarni o'qiydiganlar yoki hatto oddiygina bank ilovasidan foydalanadiganlarni ham o'z ichiga oladi. Ular har qanday firibgarlik xabarlarini qabul qilishlari mumkin. 2. Pensionerlar va nafaqa oluvchilar. Chunki ularning barqaror daromadi bor va ko'pincha ma'lum bir miqdorda jamg'armalari ham bo'ladi. Firibgarlar aynan shu pulni ko'zlashadi. O'ta ishonuvchan, sodda va mehribon insonlar. Firibgarlar psixologik bosim o'tkazib, shoshilinch qaror qabul qilishga undaydi. Yaqinlarining ahvoliga bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlarni o'ylab topadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Bu juda kam uchraydigan toifadir. Agar sizning ota-onangiz yoki bobo-buvlaringiz umuman smartfon ishlatmasa, internetga kirmasa, telefon qo'ng'iroqlariga javob bermasa,
faqat sizning raqamlaringizdan tashqari. Elektron pochtaga ega bo'lmasa, u holda ular raqamli firibgarlikdan nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Ammo bu holat bugungi kunda juda noyob. Hatto oddiy uy telefoni orqali ham firibgarlar murojaat qilishlari mumkin. Shuning uchun bu mavzu barchaga tegishli desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi esa ba'zi aniq misollarga o'taylik. Birinchi misol, bankdan qo'ng'iroq yoki davlat idorasidan SMS. Bu eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biridir. Tasavvur qiling. Buvingizga tanish bo'lmagan raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Ovoz o'zini bank xodimi yoki huquqni muhofaza qilish organi xodimi deb tanishtiradi. U buvingizning bank hisob raqamidan shubhali tranzaksiya sodir bo'layotgani yoki hisobingiz xavf ostida ekani haqida xabar beradi. Vaziyatni tezda hal qilish uchun esa u buvingizdan bank kartasining to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV, CVC kodi, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali raqam va hatto bank tomonidan telefoniga yuborilgan tasdiqlash kodini, PIN kod so'raydi. Shoshilinchlik va xavotir hissini uyg'otish firibgarlarning asosiy qurolidir. Ular agar hozir ma'lumotlarni bermasangiz, pulingiz yo'qoladi deya bosim o'tkazadilar. Natijada har kuni yuzlab, minglab odamlar o'z jamg'armalaridan aytilmoqda. Faqatgina o'tgan yilda bunday firibgarliklar natijasida O'zbekistonda millionlab, hatto milliardlab so'mlar yo'qotilgani haqida xabarlar mavjud. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 7 yoshli Gulnora Aya ism o'zgartirilgan, telefon orqali o'zini bank xodimi deb tanishtirgan firibgarga ishonib, barcha karta ma'lumotlarini aytib bergan. Natijada uning pensiya kartasidagi 5 million so'm pul bir necha daqiqada yechib olingan. Gulnora Aya bu pulni yig'ish uchun bir necha yil vaqt sarflagan edi. Ikkinchi misol, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki yutuq haqidagi yolg'on xabarlar. Bu firibgarlik turi asosan SMS yoki messenjerlar, Telegram, WhatsApp orqali tarqaladi. Sizning ota-onangizga go'yo davlat tomonidan qo'shimcha nafaqa, koronavirus pandemiyasi sababli kompensatsiya yoki kutilmagan yutuq taklif qilinadi. Xabarda batafsil ma'lumot olish yoki pulni olish uchun maxsus havolaga o'tish so'raladi. Bu havola firibgarlar tomonidan yaratilgan soxta veb-saytga olib boradi. Bu sayt tashqi ko'rinishi jihatidan haqiqiy davlat organlarining saytlariga o'xshab ketishi mumkin. Saytda pulni olish uchun bank karta raqami, amal qilish muddati va CVV kodi kiritish talab qilinadi. Ushbu ma'lumotlarni kiritishingiz bilanoq sizning kartangizdan pul yechib olinadi. Ba'zan esa ular telefon raqamingizga kelgan maxfiy kodni so'raydi. Esda tuting. Hech qanday davlat organi yoki bank sizdan bunday ma'lumotlarni SMS orqali yoki havola orqali so'ramaydi. Toshkentda yashovchi 65 yoshli Murod aka ism o'zgartirilgan. Telegram orqali kelgan pensiya bonuslari haqidagi xabarga ishonib, havolani bosgan va soxta saytga o'tgan. U yerda bank kartasi ma'lumotlarini kiritgach, uning 5 million so'm puli g'oyib bo'lgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu firibgarlar tomonidan tuzilgan maxsus sayt bo'lgan. Uchinchimiz, yaqiningiz kasal yoki nabirangizga yordam kerak sxemasi. Bu firibgarlikning eng shafqatsiz turlaridan biri bo'lib, keksalarning his-tuyg'ularidan yaqinlarga bo'lgan mehridan foydalanadi. Odatda kechki payt yoki tunda telefon qo'ng'irog'i bo'ladi. Qo'ng'iroq qiluvchi o'zini sizning o'g'lingiz, qizingiz, nabirangiz yoki ularning yaqin do'sti qilib tanishtiradi. Ovozni ataylab o'zgartirib, shoshib, vahimali tarzda men avariyaga uchradim. Militsiyaga tushib qoldim. Kasalxonada og'ir ahvoldaman. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak kabi yolg'on xabarlarni aytadi. Ishni yopish yoki davolash uchun juda katta miqdorda pul kerakligini, pulni tezda falon raqamga o'tkazishni talab qiladi. Hech kimga aytma. Uyaltirma deya bosim o'tkazadi. Bunday vaziyatda qari odam shokka tushib, darhol yaqiniga yordam berishga intiladi va hech narsani tekshirmasdan pul o'tkazib yuboradi. Misol uchun, Navoiyda 75 yoshli Fotima xolaga tungi soat 2 da notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lgan. Qo'ng'iroq qiluvchi o'zini uning o'g'li deb tanishtirib, yo'l transport hodisasiga uchragani, jabrlangan tomon bilan kelishish uchun 20 million so'm kerakligini aytgan. Fotima xola o'g'lining ahvolidan xavotirlanib, qo'shnilaridan pul qarz olib, ko'rsatilgan bank kartasiga o'tkazib bergan. Ertalab o'g'li bilan bog'langanida esa bu firibgarlik ekanligi ma'lum bo'lgan. Ikkinchi asosiy qism, qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Yuqorida keltirilgan misollar juda aniq va dahshatli bo'lishiga qaramay, bu sohaga oid ba'zi istisnolar va noaniq nuanslar ham mavjudki, ularni tushunish juda muhimdir. Bermiyun, barcha tanish bo'lmagan qo'ng'iroqlar firibgarlik emas. Ba'zida sizning ota-onangizga haqiqiy kompaniyalardan
xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan yoki yangi xizmatlar taklif qilayotgan operatorlardan qo'ng'iroqlar kelishi mumkin. Farq shundaki, ular hech qachon sizdan maxfiy bank ma'lumotlarini, PIN kod, parollarni yoki SMS kodlarni talab qilmaydi. Shunchaki yangi tariflar, aksiyalar, xizmat ko'rsatish bo'yicha so'rovnomalar bo'lishi mumkin. Muhimi, har qanday shaxsiy moliyaviy ma'lumotni talab qilgan qo'ng'iroqdan darhol shubhalanish kerak. Ikkini firibgarlar rasmiy tashkilotlarni mukammal taqlid qiladi. Ularning veb-saytlari, SMS xabarlari, hatto qo'ng'iroqlardagi ovozlar ham ba'zida haqiqiy banklarning, mobil operatorlarning yoki davlat idoralarining rasmiy ovozli xabarlariga o'xshash bo'lishi mumkin. Shuning uchun tashqi ko'rinishga yoki rasmiy ohangga emas, balki so'ralayotgan ma'lumot turiga e'tibor berish lozim. Agar ma'lumot maxfiy bo'lsa, u firibgarlikdir. 3. Emotsional manipulyatsiya. Firibgarlar nafaqat moliyaviy maqsadda harakat qilishadi, balki qurbonning psixologik holatidan ustalik bilan foydalanadilar. Ular shoshilinchlik hissini yaratishga, qo'rqitishga, agar pul o'tkazmasangiz o'g'lingiz qamaladi, umid uyg'otishga, buyuk yutuqqa erishdingiz yoki xavotirga solishga, hisobingiz bloklangan, harakat qilishadi. Bu kabi kuchli emotsiyalar ostida odamlar oqilona fikrlay olmay, tezda noto'g'ri qaror qabul qilishadi. Shu sababli har qanday shoshilinch talab yoki haddan tashqari jozibador taklifga shubha bilan qarashni o'rgatish kerak. 4. Masofaviy kirish, remote aksi firibgarligi. Ba'zi firibgarlar o'zlarini bankning texnik yordam xodimlari deb tanishtirib, qariyalarning telefon yoki kompyuterlarga TeamViewer, AnyDesk kabi masofaviy kirish dasturlarini o'rnatishga undaydi. Ular hisobingizni himoya qilish yoki texnik muammoni hal qilish bahonasida ushbu dastur orqali qariyaning qurilmasiga to'liq kirish huquqini qo'lga kiritadi. Natijada ular bank ilovalariga kirib, jamg'armalarni o'zlarining hisoblariga o'tkazib yuborishlari mumkin. Bu turdagi firibgarlik ayniqsa xavfli, chunki qurbon o'zi bilmagan holda firibgarlarga to'liq nazoratni beradi. 5. Qurbonlarning uyalishi. Firibgarlik qurboni bo'lgan keksa odamlar ko'pincha o'zlarining ahmoqona harakatlari uchun uyaladilar va hatto farzandlariga yoki huquq tartibot organlariga bu haqda xabar berishdan qo'rqadilar. Ular yomon ko'rinishni, tanbeh eshitishni istamaydilar. Bu esa firibgarlarga o'z faoliyatini davom ettirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Shuning uchun ota-onangiz bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish ularga firibgarlik qurboni bo'lish uyatli emasligini, aksincha bu haqda gapirish orqali o'zlarini va boshqalarni himoya qilish mumkinligini tushuntirish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Bu xavflardan himoyalanish uchun aniq bosqichma-bosqich qanday harakat qilish kerak? Bu maslahatlarni yodlab oling va ularni ota-onangiz, bobo-buvalaringizga xotirjamlik bilan tushuntiring. Ularning har birini diqqat bilan o'qing va hayotda qo'llashga harakat qiling. 1. Ota-onangizni va bobo-buvalaringizni o'qiting, ularga tushuntiring. Bu birinchi eng muhim qadam. Ularga firibgarlik sxemalarini, ularning qanday ishlashini va nimalarga e'tibor berish kerakligini xotirjamlik bilan tushuntiring. Ularning savollariga sabr bilan javob bering. Ularni qo'rqitmang, shunchaki xabardor qiling. Misol uchun, har hafta bir necha daqiqa vaqt ajratib, siz o'rgangan yangi firibgarlik usullari haqida suhbatlashing. Ularga hozirgi kundagi tanish usullarni, bankdan qo'ng'iroq, yaqiningiz kasal kabi sxemalarni real hayotiy misollar bilan tushuntiring. Telefoningizda soxta SMS yoki xabar namunalarini ko'rsatib, mana shunday xabarlar kelsa, hech qachon ularga javob bermang deb ayting. 2. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlarni bermaslik qoidasini o'rgating. Bank kartasi raqami, SHIVV kodi, kartaning orqasidagi 3 xonali raqam, PIN kod, pasport ma'lumotlari, shaxsiy identifikatsiya raqami JSHIR, ijtimoiy himoya raqami, parollar va SMS orqali keladigan tasdiqlash kodlari. Bularning barchasi shaxsiy va maxfiy ma'lumotlardir. Ularga aytingki, hech qanday bank xodimi, huquq tartibot organi xodimi, ijtimoiy xizmat vakili yoki davlat idorasi vakili telefon orqali yoki SMS orqali sizdan bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Bu ularning mutlaq oltin qoidasi bo'lishi kerak. Agar kimdir so'rasa, bu shubhasiz firibgardir. 3. Har doim ma'lumotni mustaqil ravishda tekshirishni odat qiling. Agar ularga bankdan yoki davlat idorasidan qo'ng'iroq qilishsa va biror narsa so'rashsa, ularga telefonni qo'ying va bankning yoki tashkilotning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib, ma'lumotni tasdiqlang deb ayting. Masalan, bankdan qo'ng'iroq bo'lsa, bankning rasmiy veb saytidagi
yoki bank kartasining orqa tomonidagi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishlari kerak. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan, firibgar bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmaslik kerak. Agar yaqiningiz avariyaga uchragani haqida xabar kelsa, darhol o'sha yaqiningizning o'ziga yoki uning oila a'zolariga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aniqlashtirish kerak. Shoshilishga aslo yo'l qo'ymaslik kerak. 4. Shu bali havolalarni bosmaslikni o'rgating. SMS yoki messenjerlar orqali kelgan har qanday shu bali havolaga bosmaslikni, ayniqsa. Siz yutib oldingiz yoki sizga nafaqa beriladi kabi jozibador takliflar bilan kelgan havolalarga e'tibor bermaslikni tushuntiring. Bunday havolalar orqali mobil telefon yoki kompyuterlarga zararli dasturlar yuklab olinishi yoki shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlaydigan soxta saytlarga yo'naltirilishi mumkin. Ularga tushuntiring. Agar biror narsa bepul berilsa yoki juda katta yutuq taklif qilinsa, demak, bu aldamchilikdir. 5. Kuchli va noyob parollardan foydalaning. 2 faktorli autentifikatsiyani yo'qing. Agar ota-onangiz internet bankingdan yoki ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa, ularning parollari murakkab bo'lishini ta'minlang. Oddiy sanalar, ismlar, tug'ilgan yillardan foydalanmaslik kerak. Har bir xizmat uchun alohida parol yaratish tavsiya etiladi. Iloji bo'lsa, bank ilovalari va elektron pochta uchun 2 faktorli autentifikatsiyani paroldan tashqari telefonga keladigan kodni ham kiritish yoqib bering. Bu xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. 6. Bank hisob raqamlariga cheklovlar o'rnating. Agar imkoniyat bo'lsa, ota-onangizning bank kartalariga bir kunlik tranzaksiya limitini o'rnatib bering. Masalan, bir kunda 1 million so'mdan ortiq pul yechib ola olmaslik kabi. Shuningdek, ularning ruxsatsiz onlayn xaridlar qilishni cheklovchi funksiyalarni yoqish mumkin. Bu, hatto firibgarlar kartani qo'lga kiritsa ham, katta miqdordagi pulni birdaniga yechib olishlariga to'sqinlik qiladi. Bu funksiyalar ko'plab banklarning mobil ilovalarida mavjud. 7. Shubhali harakatlar haqida darhol xabar berish. Agar ular o'zlarini firibgarlik qurboni deb hisoblasalar yoki shubhali qo'ng'iroq SMS bo'lsa, darhol sizga bank yoki huquq tartibot organlariga xabar berishlari kerakligini tushuntiring. U yoshga hech qanday sabab yo'q. Qancha tez harakat qilin sabab yo'q. Pulni qaytarish yoki firibgarlarni ushlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Qayerga murojaat qilish kerak? Eng avvalo o'zingizga yoki oilaning ishonchli a'zosiga, xizmat ko'rsatuvchi bankning rasmiy ishonch telefoniga, IIB, ichki ishlar bosh boshqarmasi yoki tuman ichki ishlar bo'limiga. So'nggi paytlarda kibermakonda sodir etilayotgan firibgarliklar bilan shug'ullanuvchi maxsus bo'lmalar mavjud. Bunday vaziyatda zudlik bilan kartani bloklash, o'z hisobingizdan boshqa harakatlarni to'xtatish uchun bankka murojaat qilish birinchi qadam bo'lishi kerak. 8. Antivirus dasturlarini o'rnatish. Agar ota-onangiz kompyuter yoki smartfondan faol foydalansa, ularning qurilmalariga ishonchli antivirus dasturlarini o'rnatib bering va ularni muntazam ravishda yangilab turing. Bu zararli dasturlardan himoyalanishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, men sizga bugun eng muhim bo'lgan hayotiy zarur ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. Bizning ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz, ular bizning eng qadrli insonlarimiz. Ularni raqamli dunyodagi xavflardan himoya qilish bizning burchimiz. Esda tuting, hech qachon shoshilmang, har doim tekshiring. Agar biror narsa haddan tashqari yaxshi bo'lib tuyulsa, demak bu yolg'on bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Iltimos ushbu videoni hoziroq barcha yaqinlaringizga, ayniqsa ota-onangiz va bobo-buvlaringizga yuboring. Ular bu ma'lumotni bilishlari shart. Bu video ularning nafaqat moliyaviy jamg'armalarini, balki tinchliklarini va xotirjamliklarini ham saqlab qolishga yordam beradi. Sizning bu mavzu bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Sizning oilangizda shunga o'xshash vaziyatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z fikrlaringiz va tajribangizni yozib qoldiring. Ularni o'qib, boshqa tomoshabinlar ham foydali ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda bu kabi muhim ma'lumotlar doim siz bilan birga bo'ladi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.